Ko'pchiligingiz O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyatidagi bitiklar kitobini o'qigan bo'lsangiz kerak. Unda o'zbek sovet olimlariga nisbatan quyidagicha fikrlar keltirilgan. 9-asr Muhammad al-Xorazmiy algebra faniga asos soldi. 10-asr Abu Nasr Farobiy Aristotelning metafizika asariga eng mukammal sharh yozib, ikkinchi ustoz unvonini oldi. 11-asr Abu Rayhon Beruniy yer bilan oy o'rtasidagi masofani o'lchadi. Ibn Sino meditsina qomusi tib qonunlarini yaratdi. 14-asr Sohib Qiron Amir Temur Yevrosiyoni yarmini tasarrufiga oldi. Ahli ilm boshini silab, o'lmas obidalar yaratdi. 15-asr Ulug'bek 1018 ta yulduzning harakat jadvalini tuzdi. Alisher Navoiy o'lmas hamzasini yozdi. 16-asr Boburnoma olamga tarqaldi. 17-asr Shohjahon dunyodagi 7 mo'jizaning biri Toj Mahalni bunyod etdi. 20-asr O'zbek sovet olimlari misli ko'rilmagan ixtiro qildilar. Tarix xatosini tuzatib, o'tmishda biz yoppasiga savodsiz bo'lganimizni isbotlab berdilar.